Alloh taolo islom ummati uchun rahmat, barakot, poklanish va nusrat oyi qilib bergan Ramazon oyi ham kirib keldi. Boshqa musulmon xalqlar singari O'zbekistonning musulmon aholisi ham ushbu muborak oyni har doimgidek xursandchilik va ko'tarinkilik bilan kutib olib, ibodat va yaxshi amallarni ko'paytirishga bel bog'ladi. Biroq xalqimizdagi bunday ko'tarinki kayfiyat o'zbek rejimida sezilmayapti. Ha, to'g'ri, bu rejim Ramazon oyiga boshqacha xos hozirlik ko'rgani sezilib turibdi. Bu hozirlik esa aslo yaxshilik uchun emasligi Ramazon arafasida va uning ilk kunlaridayoq ko'rinib qoldi. Jumladan, muborak oy kirishidan avval hukumat bir narsadan quruq qolayotgandek, davlatning dinga oid siyosati konsepsiyasini qisqa vaqt ichida qabul qildi. Go'yo eng yuqori doiralarda uni tezroq qabul qilish haqida buyruq bo'lganidek. Bu hujjat islom va uning ahkomlariga tamoman zid keladi. Shuningdek, unda buzuq dunyoviy demokratik prinsiplar olg'a surilgan va ulardan kelib chiqqan g'ayri islomiy qonunlarga oddiy fuqarodan tortib xizmatchilari, xususan xavfsizlik idoralari xodimlari, armiyada xizmat qiluvchi askarlarga qattiq amal qilishlarini ta'minlash maqsad qilingan. Va mazkur yomonlik konsepsiyasi aynan Ramazon arafasida qabul qilinganligi ham bejizga emas. Chunonchi Milliy gvardiya xizmatchilari va xodimlaridan Ramazon oyi ro'zasidan voz kechish to'g'risidagi tilxat olinayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ta'kidlanishicha, bu talablarga amal qilmaslik harbiy xizmatchini lavozimdan ozod qilish va Milliy gvardiya safidan bo'shatishga asos bo'lishi mumkin. Aslida bu kabi talablar avvaldan bor. Masalan, davlat xodimlariga ishxonada namoz o'qish va juma namoziga borish yashirin qarorlar, yozilmagan buyruqlar bilan taqiqlangan. Bunday bosimlar Ramazon oyida yanada kuchayadi. Bundan tashqari hukumat xayr-ehson qilishni cheklovchi qonunni ham aynan Ramazon oyiga sanoqli kunlar qolganida qabul qildi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi Muftiy Nuriddin Xoliqnazarov esa musulmonlardan taroveh namoziga yosh bolalarni olib kelmaslikni talab qildi. U bunday talab qo'yilayotganiga ko'krakda turmaydigan vaj karsonlarni keltirdi. Shuningdek, juma va taroveh namozidagi ma'vizalar ham har doimgidek musulmonlarni xalifalik, jihod, hukumat siyosatiga aralashish kabi g'oyalar ta'siridan ehtiyot bo'lishga chaqirish, musulmonlarning xato kamchiliklarini obdon muhokama qilib dakki berish, sabr va shukurga chaqirish hamda prezident va hokimlarni quyuq duo qilish bilan o'tadi. Albatta, muftiy va imomlarning davlat siyosatini bunday xaspo'shlashlari ortida hukumatdagi islomofob kimsalar turganiga hech shubha yo'q. Darhaqiqat, xavfsizlik xodimlari masjidlar oldida turib 18 yoshga to'lmagan yoshlarni taroveh namoziga kiritmayotgani haqida qator xabarlar chiqdi. Hatto maktablarda ham ota-onalar farzandlarini masjidga yubormaslik talab qilinyapti. Aytilishicha, maktab direktorlari va xodimlariga yuqori idoradan shunday buyruq kelgan. Odatda bunday ma'lumot va xabarlar rasmiy ommaviy axborot vositalari tomonidan tarqatilmaydi va buyruqlar ham maxfiy qarorlar asosida keladi. Musulmon xalqimiz orasidagi muhokamalarda O'zbek rejimining islomga qarshi bunday siyosatini hatto kommunist Xitoy davlatining Uyg'ur musulmonlariga qarshi repressiv siyosatiga qiyoslaganlar ham bor. Ha, bu kabi fikrlarda jon bor deb aytish mumkin. Chunki O'zbek rejimining o'z xalqi e'tiqodiga qarshi borayotganligining ortida Rossiya va Amerika kabi kofir mustamlakachi davlatlar turibdi. Mirziyoyev boshliq hukumat ularni rozi qilib, o'z taxti umrini uzaytirishdan boshqa narsani o'ylamayapti. Bu hukumat hech bo'lmasa Ramazon oyi hurmati uchun ham yomonliklardan tiyilmayapti. Aksiga olib, fasod ishlarini yanada kuchaytiryapti. Ey O'zbekiston muftiysi va din ulamolari, sizlar G'azo va Falastindagi mazlum musulmonlar haqqiga aqalli bir duo qilishga ham yaramaydigan ahvolga tushib qolganingizni ko'rdik. O'zi sizlarning din furushligingizni chegarasi bormi? Qachongacha O'zbek rejimining g'ayri islomiy siyosatini ma'qullab, musulmonlarni unga itoat qilishga majburlamoqchisiz? Bunday fasod ishlaringizni hatto muqaddas oyda ham davom ettirishga uyalmayotganingiz aslida sizlarga pand nasihatlar umuman kor qilmayotganini ko'rsatadi. Hech bo'lmasa Afg'oniston va Suriyadagi malay rejimlar qulaganidan ibrat olsangiz bo'lmaydimi? Bugun sizlar xizmat qilayotgan rejim ham agar o'zini o'nglamasa, bir kun kelib sharmandalarcha qulaydi. Ana o'shanda sizlar mana shu mazlum xalq bilan yuzma-yuz qolasizlar va o'shanda ushbu xiyonatingiz, xalq tarafida turmaganingiz borasida albatta hisobga tortilasiz. Allohning oldidagi hisobingiz esa
bundan-da dahshatliroq va alamliroq bo'ladi. Ey O'zbekiston rejimi, yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmas ekan, hech qursa yomonlikdan tiyilsangiz bo'lmaydimi? Nahot o'z xalqingizni la'nati va duoibatiga uchrashdan qo'rqmasangiz? Nahot Rossiya kabi ashaddiy dushmanlarimizni rozi qilish uchun siz shunchalik tubanlikka yetib borgan bo'lsangiz, siz uchun hatto Ramazondek ulug' oyning ham hurmati yo'qmi? O'z xalqingizni aqalli Ramazon oyida qiynashdan tiyilsangizchi? Albatta, bunday so'zlar sizlarga allaqachon ta'sir qilmay qo'ygan. Shuning uchun sizlarni qattiq ogohlantiramiz. Allohning va mu'minlarning dushmanlariga xizmat qilishingiz oqibati ikki dunyoda yuzi qarolik va sharmandalik bo'ladi xolos. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ikki toifa odam borki, agar ular tuzalsa, insonlar tuzaladi. Agar ular buzilsa, insonlar buziladi. Ular ulamolar va amirlardir deganlarida naqadar haq bo'lgan edilar. Afsuski, bu ikki toifa islom va musulmonlar tarafida emas, balki dushmanlarimiz tarafiga o'tib olishgan. Musulmon xalqimiz bunga sukut qilishni bas qilib, ularni tiyib qo'yishi lozim. Aks holda Ramazon oyida Alloh taologa umid bilan qilgan duolari qabul qilinmasligini va u zotning rahmatiga noil bo'lmasliklari mumkin. Huzayfa ibn Yaman roziyallohu anhu rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar albatta ma'rufga buyurasiz va albatta munkardan qaytarasizlar. Aks holda Alloh o'z tomonidan ustingizga bir iqob, azobni yuborishi aniqdir. Ana shundan keyin duo qilasiz, ammo duoingiz mustajob bo'lmaydi.